qizlarjonlarim, buvilarimiz, momolarimiz bo'sh paytlarida hunarmandlik bilan shug'ullanganlar. Ko'pchiligi do'ppi, zardo'zlik, so'zanalar bilan shug'ullanganlar. Biz ularni an'analarini davom ettirishimiz kerak. O'zimizdan keyingi farzandlarimizga, qizlarimizga o'rgatishimiz kerak. Sababi bu bizning milliyligimiz, urf-odatlarimizga kiradi. Ustoz, meni ham buvim rahmatli shunaqa chorsilar tikkan, milliy an'analarimizni davom ettirishgan, hamma ayollarda birgalikda bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishgan. Men ham shu hunarni davom ettirmoqdaman. Biz tojik millatlarida ham ko'proq do'ppichilik bilan shug'ullanishadi, do'ppilar tikishadi. Men ham juda ham do'ppi tikishga qiziqaman va do'ppilar tikaman. Hozirda kashachilik bilan shug'ullanyapman. Shu hunarga qiziqib qolganim uchun hamma dugonjonlarimga ham tavsiya qilaman. Juda yaxshi. Biz do'ppi tikish, chorsi tikish kabi hunarlarni kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, o'qituvchi bo'lamizmi, tibbiyot xodimi bo'lamizmi, o'rgansak, albatta o'zimizga foyda bo'ladi. Va hamisha mana shunday hunarlarni o'rganib, kelajakda boshqalarga ham o'rgatishimiz lozim.